Ma'adaş ayni vaqtda bir yalan to'shda uydagilardan tartib. Azroq ta'likab qilib hozir cho'ng shirkat xo'jayin bo'lib. Ha, adash qanday ahvoling, yaxshi turdingmi? Ha, adash yaxshi, o'zing-chi? Ha, nima ish qilyapsan? Hozir ishdan chiqib kelgandim, adash. Ko'rishmagan uzun bo'pti. Yerda tilsozingda xo'sh bo'ldim. Ha, shuni deyman. Avval so'rab qo'yaymi, demidim, tamoq teshil degan gap asla yo'q. Sizlar cho'ng shirkatning xo'jayini. Shunisi avval so'ramasam, men bir avval so'rab qo'y deb telefon qildim-ku. Ha, rahmat adash. Hammaydan turmush elektrikida aldirash emasmi? O'g'o, shu baribir uyga borsangmi, seni qildigan ishing yo'q. Bekor o'tirsa, undan bugun bir tamoq yeyishib, mongdishib keldilar, bugun bir kun menmi xizmat deb bak yerib charchab ketdim. Ha, bo'ldi adash, nerede ko'rishimiz? Sen lobadam, naning tam qo'shaydiganligini men dobdaroq bilasan. Bugun sen mehmon qilasan? Ha, bo'ladi. Men sana bir adres yo'llab beray, shu yerda ko'rishaylikmiz. Haylar, sen men Qadijanni ilib oldilar. Ha, bala, kas bala, zeriktirmaydi bizlar. Ha, bo'ldi, hamsa shu yerda ko'rishaylik. Ha, nimda kelmaydiganni bu bala? Shundaymi? Sohbetda. Ha, keldi. Oba, yaxshimi? Sizlarmi? Ondan tutdingmi? O'sha ma'lum ishlarga o'tirdi. Qanday salomat tudinglar? Xizmat aldirish olib ketdimi? Ko'rishmak uzun bo'lib ketdi mana. Aldirashlar shu. Tamam ko'ramiz. Ha. Ko'ramiz. Ay, ko'ramiz. Lo'ban bo'lgandan keyin o'zimni qo'yib o'tib buyuray. Men yerlik to'qorimizdan birni. Anan kimasini olaydi qo'rdoq ekan, shundan bijin qilib cho'majiyim doq. Cho'majiylar. Xo'taz go'shidan bijna. Asan bir buyruq qoldi. Buyurya? Bo'ldi, bo'shunchalik buyursa qo'lamniki, bo'lmasa yeb qolmay isrof qilib ketmasin. Yo'g'on shirkatning xo'jayini turib tamoq pulini to'lash yerga kelyaptimda. Bu bir stal tamoqning pulini to'lash sizlar uchun hech gap emas. Aram beko'rishganda taz yeyishimiz deyman. Ha, deyman. Tamoq chiqqichamlik men dekkir bir tozliq uyga ko'chirib chiqay. Ma'adash ayni vaqtda bir yalan to'shda uydagilardan tartib. Azroq ta'likab qilib hozir cho'ng shirkat xo'jayin bo'lib, kiyimni qirlab kiydigan, edim yaratmaydigan bo'lib ketibdi. Bizmi xil odamning balavoqsi bo'lmasa, ta'limiz ko'chib qolganlar meri va shu. Dostaysa-da hozir edim yaratmay bishimizni desa turida bu. Bugun bir xizmatlik tamoqni bo'rtdi. Tozba chiqimda qillar bo'lgan. Ha, keldingmi dash? Chirog'ing o'zgarib ketibdi-ya? Hech nima, men mang'ashtiray. Tamoqni o'zingni yeb, tamoqning pulini o'zingni to'lab chiqinglar. Hisobotni men qilsam, mol dunyorimni ko'z qilgandek bo'lib qoldi ekanman sizlarga. Men sizlarni mehmon qilay deb to'lamagan, o'zingni mehmon qil deb so'rab keldinglar. Tamoqni to'yg'idek yeb, pulni o'zinglar to'langlar.